Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 25-mart 2026 yil hafta kuniga chorshanba obzorimizni boshladik. Bozorning boshidan hali savdo bo'lgani yo'q. Endi boshladik. Bir boshdan obzor qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlayotganlar uchun katta rahmat. Like bosgan odamning qo'llari dard ko'rmasin. Bir boshdan boshlaymiz. Ichkaridan boshlayveramiz. Kirishimizga bizni shunaqa chiroyli spanligani dur kutib oladi, kompaktni. Bu Toshkent zavodskoy, nomi Toj. Ruschasiga Korona deydimi, bilmayman. Mana o'zi tojlari ham bor. Quyosh ozgina tushib qolyapti. Oq bilan kombinatsiya qilingan. Ikkita tumbichkasi. Bu trimosi, ya'ni tosh oynasi. Bu ham niyabishlik qilishlangan, avvalini qilib. Ikkita chetida eshigi bor, 3 ta tortmasi bor. Mana bunda ham tojli rasmi bor. Shunga menimcha nomi Toj qo'yilgan bo'lsa kerak. Rahmat, yaxshi sergin tog'. Bu shkafi bo'ladi. Shkafi kupeli 3 eshik bo'ladi. Hop, taklovlari 4 ta bo'ladi, polkasi. O'rtada eshigi bu tomon pastlik uchun ketib qo'ygan. Hop, mana shkaf eshiklarida ham toji bor ekan. Bu shilka tomoni. Bu narigisi ham shilka bo'ladi. Ikkita shilka, polka. Bunda ham toji bor. Keyin aybini ham ozgina ko'rsatib o'tib ketamiz. Ikkita eshikda shunaqa shilingan joyi bor. Pastida bu oldin ishlatgan odamning beparvoligi hisobiga bo'lgan. Hali roli tushib qolganda ishlatavergan, buni shilib tashlagan. Bunusida ham bor. Aybi shu. Buni aytib ketaveramiz. Matraslari ham yaxshi holatda, razmerlari 1.70 ga, uzunligi 2.10 bo'ladi. Tumbichkalarida hattoki toji bor. Hop, buni o'zi narxi 4.200.000 so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul, aloqaga chiqaverasizlar. Hop, keyingisi shunaqa chiroyli ixcham prixoshkamiz. Balandligi 2 metr atrofida, eni yo 75 yo 80 chiqadi. Hop, oynasi faqat chang xolos. Hop, bu tortmasi, kerak narsalar, patinkiring bu qo'ysa bo'ladi. Bitta bo'lsa, obuv teradioni bor, 2 qavatdan. Yaxshi holatda turibdi, ishlatilgan, endi ozgina ishlatilgan. Buni narxi 400.000 so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarini videoda oxirida qoldirib ketamiz, doimgidek. O'sha poliski servant. Yaxshi holatda, chang xolos bu ham. Buni 600.000 qo'yganda endi 500.000 ga qo'yamiz. 500.000 so'm bo'lsa beraveramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bu 1.5 metrlik katta narsa, faqat yarmi u tomonda turibdi. Oynalari bor. Faqat mana yerda bitta polkasi kam, ham oynadan kesib qo'yib olsa bo'ladi. Keyin spalnik rahatimiz adden o'sha 2.400.000, ya'ni 1.200.000 dan temirli bo'ladi. Karkazi polni temir, matrasi original ortoped, arzonchi emas, yaxshisidan. Hop, bundan bor 18 ta shunaqa atrofda qolgan bor. Hop, imенно shunisiga bonus, mana shu bozorda turganiga dastavkasini mutlaqo bepul, vodiy bo'ylab faqat. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul 2.400.000 so'm. Faqat ikkitasini olganga, bittasini olganga dastavka yo'q, shuni tushuntirib qo'yay. Ovozga e'tibor bermaysizlar. Ozgina tomog'imiz og'rib qolibdi. Bularimiz Bolgariya davlatida ishlab chiqarilgan shkafimiz. 4 tadan polkalari bor. Yog'och bilan kombinatsiya qilingan bu. Yog'och aralash ishlatilgan. Bunisi vishilkasi. Joyimiz ozgina tor. Shuni hisobiga to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Uzoqdan ko'rinishi polirovniy. Hop, bizni kuzatuvchilarimiz, obunachilarimizga buni o'zi 900.000 so'm qilib beramiz. 3 eshikli. Eniga ham ahamiyat beramiz, chuqurligiga ham. Babin sovet davrida chiqarilgan. Hop. Bunimiz bundan ozgina kichikroq, ixchamroq, lekin bu ham 3 eshik. Bu ham shunaqa chuqur. 4 tadan polkalari bor. Hamma yo'g'i joyida. Faqat mana shu yerda ikkita g'aladon bo'ladi. Shu g'aladon kemadi bizga egasi tomonidan yo'qotilgan, menda xudo biladi. Bu ham yog'ochli, bu ham Bolgariya.
bu Vishilka tomoni. Joyimiz ozgina tor, binosi uzoqdan ko'rinishini ko'rsataman. Xo'p. Bunisining narxini 700 ming so'm qilib beramiz. Zo'r holatda polirovka yonlarigacha polirovni. Xo'p. Endi biz YouTube'ga bilsalar arzonroq qo'yamiz va bo'lish narxini qo'yamiz. Bozorga kelib so'rasalar bu narxda bermaymiz. Faqat YouTube'dan ko'rib keldim yoki Instagramdan ko'rib keldim siz shu narxga beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Keyingisi shu spanli turimiz bu bitta turib qoldi. Hop. Bunimizni ham adashmasam 4,5 million qo'ydik. Dastavka ichida bepul qilib qo'ydik. Endi narxini tushiramiz. Avval albatta o'sha narxda qo'ymaymiz. Xo'p, matraslar informatsiya beradigan bo'lsa, matraslar 1.60 ga, uzuni 2.10, shkafini kattaligi. Joyimiz ozgina qiyshiqligi uchun eshiklar ketib qolyapti. 3 tadan polka, bu bilan 4 ta polka va 2 ta tortmasi bor. Kamchiligi yo'q. Bu Toshkentdagi high-tech fasonda ishlangan. Bu Murskoy vishilkasi, ya'ni kaltaroq bo'ladi. Ikkitasi yaxshi holatda. Ko'rdilaring, ikkitadan vishilkasi bor. Bu Murskoy tomoni, bu katta tomoni bor. Bu ayollarimiz uchun albatta katta. Polkalari ham bor. Bu narsa eshiklari albatta yaxshi kelmaydi. Chunki joyimiz tekis bas, uruvinga olinmagan joylar. Hop, 4 million 200 ming so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Matrasi ham ortoped. Besiz ham sezmaydi. Hop, bu spanli turimiz. Ko'kdan qolib ketibdi. Hop, shkafi katta. Endi videoda qanday yetib boryapti bilmadim. Yaxshi holatda. Toshkent zavodga bunaqa sexavoy ishbas. Polkalari 4 tadan. Murskoy vishilka tomoni. Bu bo'lsa ayollar uchun vishilka tomoni. Vishilkalarga ham ahamiyat beramiz. Chinor yog'ochdan bo'lgan. Hattoki dvigatel buni ushlab turadiganlargacha chinordan yog'ochdan bo'lgan. Shunisiga ahamiyat berib ketamiz. Hop. Endi bunisi spanlisi, yonida 2 ta tumbichkasi. Endi quyosh tushayotgan uchun ozgina yaxshi olinmayapti. Mana oyoq tomonlarini ham ko'rishlar mumkin. Ranglari ham chiroyli holatda. Bosh tomonlar. Matraslarimiz razmeri 1.80 ga, uzuni 2 metr bo'ladi. Hop, bunimizning narxi 4 million so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Bitta aybi mana shu ayningiz monetgacha sinag'ida kechada qolib ketadi. U kattalashib ketibdi. Bu ayningni almashtirib beramiz albatta. Boshqa ayning qo'yib bergan holatda 4 millionga vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Oyog'iga ahamiyat beramiz. Oyog'i 2 ta 3 ta bo'ladi o'zi aslida. Bunda 4 ta ekan. Bunda 4-inchisi. 4 ta. Yo 3 ta yo 2 ta bo'ladi-da o'zi aslida. Bu endi zavod holatda turgani uchun 4 ta oyoq qo'ygan. Aloqaga chiqarsa telefon raqamlarini videoda oxirida qoldirib o'tamiz. Adden Ispanli obzor qilib bering degan kuzatuvchilarimiz uchun ham yangiliklar kelgan. Bu hali Bolgariyasiga qo'yganmiz. Bolgariyada ishlab chiqarilgan 1 million 400 ming so'mga qo'yganmiz ikkitasini. Ozgina aybi sal qimillaydi. Shu taklanishning hisobiga bu qimillaydi. Bu taklanadi, ya'ni Damasga ham sig'adi degani bu bunisi. Xo'p. 1 million 400 ming so'm beramiz, 700 mingdan to'g'ri keladi. Bu ham Bolgariyada ishlab chiqarilgan, u ham Bolgariyada ishlab chiqarilgan, faqat nomida farq bor. Bu Avgust Bakov deyiladi, bu Zolotaya ribka deyiladi. Ya'ni oltin baliqcha degan nom qo'yilgan. Bu ham yog'ochdan bo'lgan. Yonlari ham yog'och. Bu umuman qimillamaydi. Bu ham taklanadi. Damasga sig'adi deymiz-ku, o'shundan. Oyoqlari ham zo'r holatda turibdi, rangiga ahamiyat berib. Haqiqatda tillaga o'xshaydi rangi. Zo'r turibdi. Bunimizning narxini 1,5 million so'm qilib beramiz. Ya'ni 750 mingdan tushadi. Jupiga 1,5 million so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu dastavka ichida degan narsalarimiz, dastavka ichida qolgan narsa ichida emas, dastavkasi отдельный bo'ladi. Shunisiga
e'tibor berib qo'yamiz. Keyin shunaqa jurnalli stolimiz bor. Oyoqlari yog'ochdan bo'lgan. Yaxshi holatda turibdi. Ozgina bitta ikkita chaqa chuqasi bor. Endi ishlatilgan narsa tepasi MDF bo'ladi. 300 ming so'mga berib yuboramiz. Menimcha 300 mingga arziydi puliga. Chunki bu hali nima deydi, hozirgi chiqayotgan nimalardan emas. Bu hali boshida chiqqanlari yog'och bilan ishlatilgan narsa. Bu Ruminiya davlatida ishlab chiqarilgan, nomi elegant, ponni yog'och bilan kombinatsiya qilingan, oyoqlari ham bitta yoppa tushganidan. Bu ko'pchilik so'raydi, bu yonlarigacha yog'och. Bu ham o'sha taklanadigandan, tanasiga sig'adigandan. Xo'p, bunimizning narxini 1.900 ming so'm qilib beramiz ikkitasini. Aloqaga chiqaverasizlar. Buni o'zi muxlislar biladi, bu kravatni. Ko'pchilik so'raydi. Orqalari ham yaxshi holatda. Material qoplab qo'yganmiz. Ichlari ochilmagan, radnoy turibdi ichlari. Ustidan shunday material yomon bo'lib ketgani uchun, hali yirtilgan joylari bo'lgani uchun qoplab qo'ydik yangilar. Mana o'z ichida bunday e'tibor berib ko'rsalang, palasalar ichida turibdi mana. Mana shu zavodskiy materiallik. 1.900 ming so'mga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada o'z baholarni berib o'tib ketinglar. Xo'p. Bu fon yog'ochdan bo'lgan Toshkentdagi zavodskiy matraslari paralon machalka bo'ladi. Tayda bellamchi yog'ochlari bor. Hamma yo'g'i yog'och buni. Xo'p, razmeri buni 90 ga uzun 2 metr bo'ladi, katta bo'ladi. Xo'p, buni ikkitasini 1.700 ming so'm qilib beramiz. Arziydimi yo'qmi? Kommentariyada o'z izohlarini qoldiringlar, xursand bo'lamiz. Hammasiga javob qaytaryapmiz qo'ldan kelgancha. Xo'p. Bu ham Toshkent zavodskiy, bu ham yog'och bilan MDF kombinatsiya qilingan. Matras ortoped 90 ga 2, bu bir dona, bu ikkita edi, bittasini sotib oldik. Hop, bunisini 900 ming so'm qilib beramiz. Yoqtirib, telefon qilsangiz, yana ham bir hali narxlardan gaplashib nima qilamiz. Bu mayli 900 ming so'm va 800 ming so'm qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 91 681 94 19. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Aloqaga chiqaverasizlar nima zarur bo'lsa.